Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Kazan, Nijniy Chili, Nijniy Kamskiy, Toshkent, Moskva, Chipaksan, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan amalga oshirilmoqda. Soat 18:00 da reys va avtobuslarimiz sizlarni o'z manzilingizga olib ketadi. Sizga ham shunday ishonchli raqamlar kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn tarzda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarimizga bog'lansangiz bo'ladi. Telegram, Facebook, Instagram, YouTube kanallarimiz ham ishlab turibdi. Agar ularga yozsangiz ham sizga savollaringizga javob berishadi. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlar, zaryadchik moslamalar va undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Toshkent, Kazan, Nijniy Chili yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma, shanba kunlari reyslar amalga oshiriladi. Sizga ham shunday ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning, tanlovda adashmang. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.